Televizorda ham yaxshi narsa qolmadi. Televizorda ham borku, qaysi kanalga olsa, bu yoqda olsa zarb, bu yoqqa olsa mahallada dudu gap, bu yoqqa olsang 13-chi nima, haligi nima, bir bala, Amirxon, yor. Ko'ryapsizlarmi yor-yorni? Er siragan, xotin siragan hammasi o'sha yerda. Sog' odam yo'q. Yaqinda bittasi chiqibdi, men erga tegishni yaxshi ko'raman deydi. Chap tomondan qarasang, Dilnoza Kubayevaga o'xshayman deydi. Ana ayolni ko'rdinglarmi? Ey, bir 40 dan oshgan, 2 marta ajrashgan ekan. Sap saro ayol. Qanaqa erkakka turmushga chiqardingiz desa, "Ha, bilasizmi, menga ichmaydigan, chekmaydigan, urmaydigan, yurmaydigan, uyi bor, puli bor, mashinasi bor. Meni har kuni restoranga boradigan, menga har kuni gul ko'tarib keladigan, menga har kuni sevgi izhor qiladigan erkak bo'lsa, erga tegaman" deydi boshlovchi ham. İçmeydigan, çekmeydigan, urmaydigan, yurmaydigan, uyi bor, puli bor, mashinasi bor, xotinni har kuni restoranga boradigan, xotinni svetni yoqinglar ayollardan so'rayapman-da shu narsani. Xotiniga har kuni gul ko'tarib keladigan, xotiniga har kuni sevgi saqlagan erkak bormi? Bormi aya? Yo'q, bitta savol tugamasdan. Chunki ularda yarimi ham yo'qda o'shani. Bormi shunaqa erkak? Yo'q, onajon yo'q. Sizlar davringlarda ham yo'qmidi? Hozir ham yo'q, bo'lmaydi ham. Unaqa erkak ertakda ham yo'q. Bo'lsa ham unaqa erkak bo'sh bo'lmaydi. Agar shunaqa erkak bo'lganda boylab qo'yib nasl olishayotgan bo'lardi hozir.